Salom odamlar. Sizlar bilan Pesterboy. Bugungi videomizda Navruzbek ismli obunachimizning akkauntlariga pack opening qilamiz. Ronaldinho va Valverdelarni ochib ko'rishimiz kerak. Ronaldinhoni birinchi boshlashimizni so'radilar. Birinchi bo'lib Ronaldinhodan boshlaymiz. Ko'p vaqt cho'zmaymiz. Har doimgidek 100 coinsdan 3 marta ochib ko'ramiz do'stlar. Demak, birinchisi bismillah ketdik. Birinchi 100 coinsimizda bizda Yo-mayo! Birinchi 100 coinsda mana epic. Wow! Bu boshqacha pack opening bo'ladi deb o'ylayapman hozir. Taxminim shunaqa. Roberto Carlos 100 coinsga arziydimi yo'qmi? Kommentariyaga yozib ketinglar, like bosib qo'yinglar mana shu joyiga. Roberto Carlos. O'zi bu akkauntga oldin ham bir ikkita o'yinchilar olib berganman. Shunaqa omadli akkauntlar qatoriga kiradi bu akkauntimiz. Xo'p. Demak, biz ko'rishinglar mumkin mana 149 ta o'yinchi qoldi. Bitta ochdik, bittada tushdi. Akkauntimiz dalcha Ronaldinhogacha davom etishimiz xohladi akkauntimiz egasi va 900 talik admin qilib 100 talikdan boshlaymiz. Yo bola! Yana 100 coinsga yana epic tushyapti. Voy! Ashali Cafu. Bu qanaqa pack opening? Bu qanaqa pack opening? Hali ham like bosmagan bo'lsanglar, uyat sizlarga sharmanda. Voy! Ya o'zim вообще boshqacha his qilyapman o'zim. O'ta darajada boshqacha his qilyapman. Bu pack opening 2 marta ketma-ket 100 coins va 2 marta ketma-ket epic mana do'stlar. Buni lock qilib qo'yamiz. Mana 148 ta o'yinchi qolgan. 148 ta o'yinchi qolgan 150 tadan va ikkalasi ham epic. Ronaldinho qolib ketdi. Bizga o'zi Ronaldinho kerak edi aslida. Mayli, yana bitta 100 coins davom ettirib qo'yaylik. 3 ta 100 coinsli ochamiz odatimizga ko'ra. Ayyo, endi yana bir marta tushib o'rganda endi bu yog'i вообще boshqa ish bo'lib ketardi. Konami bo'lmay qolardi u. Wow, lekin yomon ish bo'ldi. Vayda, like, podpiska bosib tashlamasanglar bo'lmaydi boru. Agar sizlarga ham shunaqa omadli pack openinglar kerak bo'lsa, shunday Telegramdan Pesterboy deb yozsanglar chiqib keladi kanalim. Shunday adminga shunday murojaat qilasizlar, coins narxlari bilan shunday tanishasizlar va bemalol pack opening qilishimiz mumkin. Davay 900 talikdan davom etamiz yana. Kayfiyat tushirmagan holatda yana davom etamiz. O'zi kayfiyat tushmaydigan darajada bo'lib qoldi-yu. Xo'p, bermayapti. Agar berib o'rganda sirazi bu yoqda salibalarga ochib o'rardik. Bermayapti. Fotokarta bo'lib ketdi. Murillo tushyapti bizga. Murillo tushyapti. Tak, Nurlohon jiyanim xafa bo'lmas. Og'zimga kelib qoldi tirsidi. Tak. Davom etamiz. Chayarkisini oshirib olaylik. Xo'sh, 900 ta navbatdagi. Yo. Tushmayapti va yana fotokarta bo'lib ketdi. Akkaunt jota bu pakka juda ham omadli akkauntga, bu pak akkaunt uchun juda ham omadli kelibdi. 200 coinsga ikkita epic ham tushami? Shunaqa ham bo'ladimi? Evenilli sono. Yigitali tushdi xullas. Tak. Ronaldinho ustiga bosib o'raylik bir tushmayapti. Bizga mashib bola kerak o'zi. Shuning uchun ochganmiz pakni. Lekin qaydaga yo'q tekinga ikkita Cafu bilan Carlosni berib qo'ydi. Bizga Ronaldinho kerak edi aslida. Akkauntimiz egasidan so'radim. Videoni qilib qo'yganman. Egasidan so'radim. Nima qilay desam, "Yo, davom eting oxirigacha Ronaldinhogacha" dedi. Lekin ikkita Cafu bilan Carlosdan keyin to'xtatish kerakmidi bu pakni deb o'ylab ham qolyapman to'g'risi. Chunki berishicha qiyin bo'lib qoladi. Chunki bu yoqda 148 ta o'yinchi va bir dona epic qolganda. 148 ta o'yinchining ichida bitta epic berish qiyin-da buni. Ashley Young. Tak. Albatta Pesterboy coin service eng arzoni, eng tezi, eng ishonchligi. Bemalol murojaat qilinglar. Eng ishonchli deb o'rmay, hamma pesterlarda ham coin servislari ishonchli. Bemalol murojaat qilinglar Telegramdan. Albatta olib beraman coinslarni.
Va bunaqa YouTube'ga siz ham akkauntingizni mana bunaqa qilib video qilishingiz mumkin. Yana fotokarta tushyapti. Ajoyib. Bizda 4000 coins qoldi. 95 ta o'yinchi bor, davay. 900 taliklar. Bizga Ronaldinho kerak. Oxirgacha bosing dedi akkaunt egasi. Ronaldinho tushmagungacha dedi. Men Ronaldinhoni olib divizionga kirib, mana shu fintlar bilan o'tab tashlayman hammani deyapti. Navruzbek. Tak, 2200 coinsimiz qoldi. Bizda Ronaldinhodan hali darak yo'q. Boshida ikkita epikni berib qo'yib, bizni cho'ta aldayapti Konami. Mashi ikkalasini Ronaldinhoni ochma degandek bo'ldi. Adashmasam, lekin biz davom etyapmiz. Voy! Kutamiz, balki epik bo'lib ketishi mumkin. Kutamiz. Yo'q. Vayda. Hammasini olib qo'ydik fotolarda, birorta foto qolmadi menimcha. Bizda 1300 coins qoldi. Bitta foto qoldi. Lekin tepadan beryapti-da, pastdan kam beryapti-da. Faqat tepadan fotolardan, epiklardan beryapti. Bu ham foto. Danilo. Mana oxirgi fotoni ham ushadik. Birorta foto qolmadi. Highlighted karta bizda 55 ta o'yinchi qoldi. Akkauntimiz egasi bilan gaplashdik va bizni akkauntimizda 6170 coins bor. Davom etamiz. Ronaldinho uchun bizda 55 ta o'yinchi qolgan. Yana bitta 100 talik boshlab ko'ramizmi? Yo, 900 ta davom etamiz. Tezroq Ronaldinhoni ovorish kerak. 900 talikda tushish ehtimoli kattaroq bo'ladi. Tushdi deb o'ylabman yana uzoq aylanganligi uchun. Bizga Pedro Gonzalesmi kim bu? Bitta Josa tushdi xullas. Ronaldinho kerak, Ronaldinho. Yo bala, bitta Ronaldinho uchun oxirgacha olib keldi, pakti shu Konami, berib qo'yavermadi. Boshida ikkitasini berding, uchinchisini ham berib qo'y. 35 ta o'yinchi qoldi. Voy bala! Lukaku, Lalaku, bala, 3400 coinsimiz qoldi. Navbatdagi 900 ber shundan 25 ta o'yinchi qoldi. Va xayriyat, xayriyat. 25 dona o'yinchi ichidan bizga Ronaldinho tushyapti. Hozir men akkauntimiz egasiga yozaman Navruzbekka, salibalar kerakmi deb. Ronaldinho sehrgar. Tushding-a va nihoyat, boshida tushib bermaysanmi? Foto qolgan ekan, oldiga foto bilan qo'shib tushibdi. Hop, 2500 coinsimiz qoldi. Akkauntimiz egasi javob yozmayapti. Yozib qo'yganman, nima qilay, ochaymi, ochmaymi deb. Buni ham olamiz degandilar. Kelinglar, sekin boshlab turaveramiz. 100 coinsdan. 2500 coinsga tushiralamizmikin? Nima deb o'ylaysizlar? Hatto birortasini tushiralamizmikin? Boya hamma omadim ishlatib qo'ydim u menimcha. 200 coinsga ikkita epik ushlab olib. Bu show time-mi? Balki tushib qolar. Pedro Neto. Brat yozing, hozir coinslaringiz tugaydi. Yozdilar, men ochib qo'yayda shuni. Ochmay qo'yavering dedi, bekor ochibmiz. Voy bala, yana 100 coinsga yana. Voyda. Kunde tushyapti, Jules Kunde. 100 coinsga. Bu pack-opening, bitta pack-opening videoda 3 ta 300 coinsga 3 ta ikkita epik, bitta showtime tushyapmiz. Bolalar, bu nima bu? Nima san bu? Voyda. 2300 coins qoldi akkauntimizni va akkauntimiz egasini va ochmay qo'yavering dedi. Xo'p, ochmay qo'yaveramiz. Sekin kuchaytirishni boshlaymiz unda. Yo. Va bu nima bu? Telegramdan murojaat qilinglar, ochib beraman. Murojaat qilaverasizlar, bemalol. Nima deydi? Peserbo 100 coins sizlar bilan mana. 100 coinsga tirs 3 ta. Bitta Ronaldinho bizni qiynadi xolos. Qolganini 100 coinsga ushlab oldik. Voyda, yomon bo'ldi lekin. Sekin terib kuchaytirib boraveramiz. Video yoqyapti, maza qildinglarmi videoni ko'rib? Like'larni bosdinglarmi? Shu yergacha ham like bosmagan bo'lsanglar, sizlarga sharmanda. Like'ni bosdinglarmi? Obuna bo'lmagan, umuman kanalda yangilar bo'lsa, obuna bosib qo'yinglar. Shunaqa chiroyli kontentlar bo'ladi, hali coins aksiyalar bo'ladi, juda ko'p narsalar bo'ladi. Bu yerga qo'yib, Maldinini central qilib qo'yamiz. Carlosni bu yoqqa chap qanotga qo'yib qo'yamiz. Maldini bilan mana Beckenbauerni o'zi
himoyani ushlab beradi. Xo'p, Kundedan boshlaymiz demak. Kuchaytirishchi. Yo-mayo. Trenerlarimiz yetadi. Hammasi bor. Jules Kunde 102 bo'ldi. Bitta normalniy bitta u 6 ta boostimiz bor ekan. Bitta yaxshisidan tushib bersa, Jules Kunde 103 bo'lib qoladi. Crossing tushdi, как раз tushdi. 103 mana aytganimdek 103 bo'ldi. Bitta statistikadan ko'raveramiz Jules Kundeni. Offensive fullback hujumga chiqadi, paslar beradi, kallalab tashlaydi, kallalarga pas tashlab beradi. Xo'p, defensivlari ham juda tiniq, tezlik yuqori, zarbalari ham ajoyib va staminasi 101 ekan. 101mi, 102 ekan. Xo'sh, navbatdagi o'yinchi bu yerda Cafu qolib ketibdi-ku. Cafuni qayerga qo'yamiz? Messini sal chaproq qilib turib va o'ngroq qilib turib, Cafuni shu yerga joylashtiramizmi? Ketdik. Carlosdan boshlab endi sekin kuchaytirib ketaveramiz. Roberto Carlos. 11 talik nola ekan. 105 bo'ldi. Shu turishda 105 bo'ldi. Booster bilan 106 qilsa bo'lsa kerak buni. Carlosni bizga qanaqa tushadi? Passing tushdi. Xohlagandek tushmadi. Endi hayot ideal emas, hamma narsa xohlagandek bo'lavermaydi. Xo'p, mana statlari juda ham zo'r driblinglari. Himoyachi uchun bu dribling 88 lar, hujumchilarda yo'q hozir bu driblinglar. 94 Kurl, 102 tezlik, acceleration 95, ki zarba 100 ekan bolalar, zarbasi 100 ekan. 98 stamina, charchamaydi. Zarba 100 bol, tepaverasizlar bor. Taq. Bitta dipping shot skillini berib qo'ysanglar, hali havoga ko'tarilib ketmaydi, to'p sho'ng'iydi, suqib yuboradi boru. 100 zarba, 100. Cafu 103 bo'ldi. 104 qilsa bo'ladi Cafuni crossing boosti bilan. Bizda boostlar chegaralaganligi uchun hozircha nasibasini olib turadi. Cafu nima tushsa o'shani olib turadi. Striker instinct tushyapti Cafuga. Voy dale, striker instinct. Mana. Mashq himoyachi deb o'ylaysizlarmi shuni? Mashq himoyachi deb o'ylaysizlarmi? 98 tezlik, 95 tezlanish, 95 stamina. Tepadagi statlar вообще buni qaranglar. Driblinglar qaranglar. Tight possessionlar qaranglar. Low pass, pas berishlari ham tiniq, crosslari ham tiniq. Dribling 91 himoyachining driblingi. Bemalol right middle o'ynaylar ekan. Va bizning qahramonimiz o'sha bizni qiynagan, ko'ngillarimizni ichib o'rgan Ronaldinho uchun hop, buni qayerga qo'yamiz? EMF ga qo'yamiz buni. 104 bo'ldi. 105 qilsa bo'ladi Ronaldinhoni ham. 105 qilsa bo'ladi. Qanday 105 qilsa bo'ladi? Bu haqida shorts videolarimni ko'rishingiz mumkin. Mana shu kanalimda shorts videolariga albatta qo'yaman. Ronaldinho 105 qilib, qanday qilib 105 qilsa bo'ladi degan savolga albatta javobini qo'yaman. Hozir obunachimiz akkauntiga boost berib ko'ramiz. O'xshasa unga ham qilib ko'ramiz. Bo'lmasam bo'lmaydi. Xo'sh. Saving yo'q. O'yinchi sotamiz ekan. O'yinchilar sotib yuboramiz ekan. Bitta ko'raveraylik-da, whole player. Buni qaranglar, 100, 101. Hozir bitta nima boost berib kelaydi. Xo'p, o'yinchilar sotib yuborib keldim. Mana bu yerni hozir almashtiramiz. Texnika qilamiz buni. Striker instinct ko'raylikchi. Striker instinct. Yo'q, unchalik emas, xohlaganimizda emas, shuning uchun texnika qilib ko'ramiz. Texnika. Mana bunda men ko'rmoqchiman mana shu texnikani. Ikkita texnika qilamiz. Ikkita boost texnika bo'lsa, qanaqa bo'lar ekan? Ketdik. Go. Ikkita texnika va statistikani qaranglar endi. 104, 105 qilsa bo'ladi buni. Uni yo'lini kanalda ko'rsataman. Shorts videolarimni ko'rasizlar. Mana qaranglar. Ball control 101, dribbling 102, tight possession, ya'ni to'pni tig'iz joylarda o'zida ushlab turish 102, bermaydi to'pni. 94 pas berish, 86 yuqoridan pas berish, finishinglarni qaranglar, tezliklarni qaranglar. 86 tezlanish, 96 tezlanish. Ronaldinho sehrgar bu, sehrgar, aniq. O'yinda ham mana shu sezdirsa kerak. Demak, bitta buni terib olamiz. Mana bu yerda bu o'yinchilarni ham o'zim olib berganman, adashmasam, figolarni ham. Demak do'stlar, shu joyda, shu yaqin atrofda videomiz yakunlanadi. Sizlar
shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, demak sizlarga yoqibdi. Men bundan juda ham xursandman. Like bosib qo'yinglar, albatta. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bu men uchun motivatsiya, yana keyingi zo'r videolar chiqarishim uchun va kanalga obuna bo'linglar. Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. Coins narxlari bilan tanishib chiqinglar. Juda ham arzon, tezkor va ishonchli coinslar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.